Kuch va ishonch. Ana shu nom ostidagi Qoraqalpog'iston ayollari forumi butun respublika bo'ylab tadbirkorlikka qiziqqan, shu sohada faoliyat olib borayotgan va shu sohada borishni xohlovchi xotin-qizlarni To'rtko'l tumaniga jamladi. Yurtimizdagi eng faol ekspertlar tomonidan ayollarga turli maslahat va motivatsiyalar berilgan tadbir haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Ayol bir qo'li bilan beshikni, ikkinchisi bilan esa dunyoni tebratadi deyishadi yosh ulug'lar. Albatta, bugun har jabhada ildam ayollar sonining kun sayin ortib borishi ko'rgan ko'zni quvontirishi shubhasiz. Shunday ayollardan biri To'rtko'llik Dilobar Habibullayevadir. Bir emas, bir necha sohada faoliyat olib borayotgan tadbirkorlardan biri u. Men o'z ish faoliyatimni 5 yil oldin boshlaganman tadbirkor bo'lib, oshpazlik yo'nalishidan o'quv markazimizda dars beraman. 40 dan ortiq ish o'rin bilan ta'minlab ko'pman shogird chiqarganman. Bugun Dilobar kabi bir necha yuzlab ayollar hamkasbimiz Yulduz Urazaliyeva tashabbusi bilan To'rtko'l tumani hokimligi va bir qator homiylar tomonidan tashkil etilgan ayollar forumida jam bo'lishgan. Uchrashuvning asosiy maqsadi nima? Bugungi yangi O'zbekistonning yangi tadbirkorlari deb ayta olmayman, ya'ni o'zini yangi startaplari bilan yangi tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarimizga turtki bo'luvchi tadbirkorlarni biz Oynai jahon orqali efirlar orqali yanada xalqimizga tanitish maqsad qilingan. Hozir amaliy jarayonlar ham bo'lib o'tdi. Biz ularga vazifalar berdik. Biznes reja tuzish, qanaqa ularga foyda keltirishini, o'zini qiziqishlari orqali qanday qilib daromadga chiqish yo'llarini o'rgatdik, tushuntirdik. Forum doirasida 60 ta oilaga homiylik yordamlari ham ajratildi. Eng asosiy maqsad esa hududda tadbirkor ayollar sonini oshirish va ularni qo'llab-quvvatlashdir. Malakaviy mutaxassislar ularga juda ham kerak, yuridik maslahatlar kerak, chunki har bir tadbirkorlik faoliyatini ochayotgan ayolimiz, umuman inson birinchi o'rinda yuridik maslahatga muhtoj bo'ladi. Ularga to'g'ri yo'nalish kerak va ularga qonunchilikni yana ham to'g'ri tushuntiradigan ekspertlar juda ham kerak bo'ladi. Forum doirasida ayollarga tadbirkorlikni boshlash, yuritish borasida bir qator bilimlar ulashildi. Bu bilan cheklanib qolmasdan ularga psixologik maslahatlar ham berildi. Bizdagi eng og'riqli nuqta bor. Ayol jamiyatda rivojlanib ketsa, oilada muammo bo'lishni boshlaydi. Oilada, uyda o'zida o'tirib qolsa, rivojlanmasa, jamiyatda, ya'ni munosabatlarda muammo bo'lishni boshlaydi yoki pul bilan bog'liq muammolar bo'lishni boshlaydi. Mana shuni baravar olib ketish uchun men o'zim tavsiyalarimni bermoqchiman. Ayolni e'zozlagan yurt farovon bo'ladi. Tadbirkor ayollar sonining oshishi esa hududning iqtisodiy hayotidagi yangi bosqichni boshlab berishi shubhasiz. Zafarbek Artiqbayev, Miros Davletbayev, Ovoz informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan